21 fevral kuni poytaxtimizda Markaziy va Janubiy Osiyo mamlakatlari qurolli kuchlari bosh shtabi boshliqlarining anjumani bo'lib o'tdi. Nufuzli tadbir avvalida ishtirokchilar Motamsaro ona haykali poyiga gulchambarlar qo'yib, hurmat bajo keltirishdi. Aytish kerak, anjumanda O'zbekiston, Qozog'iston, Pokiston, Turkmaniston, Tojikiston va Afg'oniston qurolli kuchlari bosh shtabi boshliqlari, Qirg'iziston Respublikasi qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'ining birinchi o'rinbosari, Amerika Qo'shma Shtatlari qurolli kuchlari CENTCOM qo'mondoni ishtirok etishdi. Mintaqada xavfsizlikni ta'minlash, Afg'onistondagi vaziyatni barqarorlashtirish, shuningdek terrorizm, giyohvand moddalar savdosi hamda kiberjinoyatchilikka qarshi kurashish masalalari muhokama etildi. Anjuman yakunlari bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlari qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi qo'mondoni Jozef Votel jurnalistlarga bayonot berdi. Markaziy va Janubiy Osiyo mamlakatlari bosh shtab boshliqlari ishtirok etgan ushbu anjumanni tashkillashtirishda beg'araz yordam ko'rsatgan O'zbekiston prezidenti hamda Mudofaa vazirligiga minnatdorchilik bildiraman. Mazkur anjumanni o'tkazishda O'zbekistonning Amerika Qo'shma Shtatlari qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligiga ko'rsatayotgan yordami Markaziy va Janubiy Osiyoda xavfsizlik barqarorlikni ta'minlash yo'lida muhim rol o'ynaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari mintaqadagi hamkorlarimizning suvereniteti va barqarorligini ta'minlash, o'zaro munosabatlarimizni rivojlantirish hamda mustahkamlashga doim tayyor. Men ushbu anjumanni o'tkazishga shaxsan yordam ko'rsatgan va kelajakda qay yo'sinda hamkorlikni amalga oshirishimiz haqidagi fikrlari bilan bo'lishgan Shavkat Mirziyoyevga minnatdorchilik aytaman. Menga hamda Markaziy va Janubiy Osiyo qurolli kuchlari bosh shtab boshliqlariga mehmondo'stligi bilan hurmat ko'rsatgan O'zbekiston xalqiga rahmat deb qolaman.